Yil 30 oktyabr kuni nima bo'ladi bilasizmi? 30 oktyabr soat 11:44 da elektr bo'lmaydi, telefonlar ishlamaydi, texnologiyalar to'xtaydi. 2025-yil 30 oktyabr bu kun insoniyat xotirasida qoladi. Chunki o'sha paytda 6.2 milliard odam bir vaqtning o'zida bir xil chastotada titraydi. Bu faqat nazariya emas. Men matematik nuqtai nazardan gapiryapman. Dunyoda yurak rezonansi degan narsa bor, hamda Schumann rezonansi deb ataladi. Eshitganmisiz? 7.83 Gz. Bu tabiiy chastota. Planetalar shu ritmda titraydi. Meditatsiya paytida ham miyangiz shu chastotaga moslashadi. Ya'ni anglamay turib siz olamning ritmi bilan nafas olasiz. Lekin 30 oktyabr kuni bu ritm yo'qoladi. O'sha vaqtda 3 ta katta voqea bir vaqtning o'zida ro'y beradi. Quyosh so'nggi asrlardagi eng faol davrada bo'ladi. Atlas deb atalgan yulduzsimon obyekt Quyoshga eng yaqin nuqtaga yetib boradi. Yerning magnit maydoni tarixdagi eng zaif holatda bo'ladi. Bu 3 ta tebranish qo'shilganda 7.83 Gz o'zgaradi. U 10 barobar kuchayadi, ya'ni taxminan 78 Gz ga chiqadi. Bu miya uchun og'ir holat. U bu chastotaga moslasha olmaydi. Bu sinxronlashuvning buzilishi miya rezonansining chetga chiqishi demakdir. Lekin miya baribir moslashishga majbur bo'ladi, boshqa yo'l yo'q. Tadqiqotlarga ko'ra dunyo ongini o'zgartirish uchun jami odamzodning 1% qismi bir vaqtning o'zida bir xil chastotaga tushsa yetarli. 8 milliard odamdan 1% bu 90 ming kishi. Lekin o'sha vaqtda taxminan 2 milliard odamning fikri bir vaqtda bog'lanadi.